Inson tanasi bilan emas, qalbi va ruhi bilan tirikdir. Harakat qila olmaslik bu hayotdan chetlatilish emas. Aksincha, yanada kuchliroq bo'lish, sabr qilish, kamtarlik va shukronalikni bilish demakdir. Nogironligi bo'lgan kishilar aslida sinovda pishgan, hayotni siz u bizdan chuqur his qiladigan insonlardir. Shu yerimga ketgan zamon bel ushlamaydi ayollar, harakatsiz. Ko'zi ochiq gapirib o'tiradi, lekin sen gaplashib o'tiraman. Shuni o'zi ham katta baxt. Endi peshona taqdirda bu. Endi bar kasal bo'lsa ham erim meni. Men roziman, arvocha etsam arvocha berdilar. Endi sekin-sekin o'zgarish bo'lyapti, yomon emas. To'liq hayotga qaytganman. Men o'zim nogironman deb his qilmayman. Ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida biz karmanalik ana shunday matonatli, sabrli kishilar hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlab yashashga bo'lgan umid uchqunini so'ndirmay kelayotgan oila a'zolari haqida hikoya qilamiz. Bu ko'zlar farzandining to'shakka mixlanganidan quvonch neligini unutgan. Shunday bo'lsa-da, o'g'lim bir kun oyoqqa turadi degan umid bilan yashayapti onaizor. Farzandlar 8 ta, 4 o'g'il, 4 qizida. Hammalari yaxshi, sog' salomat. Bitta shu endi bir jo'ralarim bilan ko'milishga borib shunday bo'lib qoldi. Bo'yni sinib. Yaxshi bo'lib ketadi dedilar, lekin operatsiyadan keyin ham yaxshi bo'lmadi. Toshkentga borib keldi, Samarqandga bordi. Lekin yaxshi bo'lmadi, ish turishga qoldi. Necha marotaba jarrohlik amaliyotida o'tkazildi bu kishida? Operatsiya bir marta qildi. Toshkentga borganiga yotoq yarasi bo'lib deb qabul qilmadi. Samarqand vaqt kerak dedi, shundan bo'lmadi qaytib. Men qo'limdan hech ham kelmaydi. Men shu kelinga rahmat deyman. Umridan baraka topsin. Ketib qolmadi, mana qarab yuribdi, shunga tarbiyasini qilib, parvarishini qilib, yedirib ichirib, yuvib tarab qarab o'tiribdi. Mani kuchim yetmasida qarashga bor. Endi bo'ladi, ro'zg'orda qiyinchilik kammi ko'z deganday o'tib ketadi. Hammasi bilan Xudoga shukr yaxshi o'tib ketdi. Yordam berib turibdilar, sigir berdilar, uylarni remontini qilib berdilar. Ish qilib shu har oy nima qilsalar, o'g'limni ketirib beradi turadi. Farzandingizni mana shu holga tushgan paytda ko'nglingizdan, qalbingizdan nimalar o'tdi? Endi to'g'risini aytsam, jo'ralarim bilan ketgani uchun xavfsiradim. Lekin bo'yniga o'zi aytdi, ona hech kim menga nima qilgan, o'zim sakradim suvga, o'zim qildim dedi. Biraz meni o'lib qolishdan qo'rqdim faqat. Gapirolmay yotib, yo'llarga tashlab osib qo'ygandilar suyaga bitsinda. Shundan qo'rqardim. Ko'zi ochiq gapirib o'tiradi, lekin sen gaplashib o'tiraman. Shunisini o'zi ham menga yaxshi. Shuni o'zi ham katta baxt. Sog' bo'lsa bo'ldi. Sog'ayib ketishini, yoqqa yurib, do'stlarim bilan birga bu ham eshigimdan kirib chiqib yurishni albatta xohlayman men ham. Kech bo'lsa ham farzand ko'rsa edi, bironta yaxshi bo'lardi. Dard bormoqda jonimni o'rtab, dilni armon ezmoqda yana. Duo qilib tursangiz yorab, hali uzoq yashayman ona. Hali uzoq yashayman ona. 2004-yilga daryoga sakrab boshim bilan tushganman, shu jarohat. O'sha payt operatsiyaga shaharga olib borilgan, областныйga neyroxirurg operatsiya qildi. Operatsiyadan keyin o'zim kelishim boshlanish qiyin bo'lgan. 6 oy og'ir davr o'tdi. Uxlolmagan paytman bo'lgan, baqir-chaqir bilan ezilib ketgan orqa miya nimasi umurtqa pog'onasidan 6-5 pog'ona tiklash qiyin, sim qo'yib tiklagan holatda operatsiya qilingan. 1 oy yotganman kasalxonada. Shundan keyin uyga kelganman. O'shandan beri shu mana shu yerimgacha kelsaman. Og'riqmi nimani bo'lganda bel ushlamaydi ayollar,
harakatsiz. Sizni bu holatingizdan oilangiz qanaqa tushkunlik holatlarini boshdan kechirgan? Chop keldi orqamdan qancha yugur kasalxonaga. Ayolim, opam, akam, qarindosh urug'lar hamma bir bo'lib ruhiy holatni ichidan har kimni nima o'tadi, nima qo'yadi. Ichidan o'tganini hech kim tashqarisiga chiqarmaydi hech kim ham. Xudoga ming shukr, shu ayolimga turmush qurganimdan 11 yildan beri masalan qaraydi. Osh-ovqatimdan, issiq-sovug'imdan deganday xabardor. Reabilitatsiyaga yotib chiqdim 2 marta. Yana xudo xolasa davlat tomonidan order berilgan biz uchun. Har 6 oyga kasalxonaga yotish bo'yicha ijtimoiy xodim tayinlanganiga 1 yil bo'ldi. Husniddin degan yigit shuni ishga kirishgan kundan boshlab xizmatlar davlat tomonidan qanday ijtimoiy ko'mak beriladigan bo'lsa, yangiliklar bo'lsa aytib turadi, bildiradi, xabarni beradi. Ish staj bo'yicha oldin xuddi shu masala bo'yicha birinchi boshlaganim shu ishdan boshlandi. Moddiy yordam yozildi ayolimga 6 oyga. Onamni Samarqandga jo'natdi, hayotiga. Aravacha berildi davlat tomonidan shu ijtimoiy xodimlar keltirib berishdi. Handus o'rnatildi mana eshikda o'ziga. U bor. Homiy biriktirildi. Mol berildi. Oziq-ovqat berildi. Haftasiga kelib xabarni olib telefonlashib turamiz. Mana yangilik chiqdi elektr energiya bo'yicha. Ortiqcha summasini davlat tomonidan qoplanib berishi. Bu tomoni ham yengillik bir tomoni. Bu bor. Ayol sabri tog'dek, ko'zga ko'rinmas qudrat. U baqirishni bilmaydi, lekin sukunatida butun bir hayotni ko'tarib yuradi. U ko'z yoshini ko'rsatmaydi, ammo qalbida to'fonlar to'kiladi. 11 yildirki turmush o'rtog'ini parvarishlab, yonidan bir zum ketmaydigan Suddoba Bobomurodovani ana shunday matonat egasi deyish mumkin. Turmush qurganimga 13 yil bo'ldi. 2011 turmush qurdik. Hammasi yaxshi edi. Yaxshi yashab, yaxshi nima qilaydi. Shu 2-yil bo'lib bunday bo'ldi-da kishi. Endi peshona taqdirda bu. Endi bar kasal bo'lsa ham erim meni. O'shaning uchun yaxshi ko'raman. Tashab ketolmayman. Aytdi, gapirganlar ham bo'ldi. Aytdi, yo'q, sog' kerak, kasal kerak emasmi? Aytdi, o'shaning uchun qarayman. Peshonam taqdirim. Peshonam borini ko'raman. Mahallam yordam beradi, kelib turadi. Ishlamasam ham staj ketyapti-da davlat tomonidan shu bor. Yaxshi, yomon emas. Yordam qilib turibdi. Yoq-bu-yoqdan saxovat kishilar keladi, rahmat shularga. Ayolni matonati, ayolni sabrini hozir bugun sizda ko'rdikda. Bu yillar davomida mana oradan 11 yil o'tibdi. Har bir kuningiz bir qiyinchilik bilan o'tyapti. Mana tengdoshlaringizga qarab, ularga havas qilgan paytlaringiz bo'ladi, to'g'rimi? Mayli, shu turishga ham baxtli biza. Yaxshi. Gapirib o'tirsa bo'ldi menga. Shu Xudodan so'rayman. Hech kim prezidentimiz e'tibordan chekka qolgani yo'q. Rahmat hammaga ham so'rab turganim uchun. Rahmat mahallamizga ham. Hayotdan bugun qanaqa umidingiz bor? Hayotda umidim shu. Xo'jayinim oyoqqa turib ketish. Shuning uchun harakat qilaman, o'zim massaj qilaman, iloji boricha oyoqqa turg'izishga harakat qilamiz. Xudodan shuni so'raymiz. Dunyoga zor boqqanim bordir. Yarim jonim chiqqanim bordir. Xudoyimga yoqqanim bordir. Hali uzoq yashayman ona. Bugungi kunda bizning Malik mahallamizda jami 115 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud. Mahallamizdagi nogironligi bo'lganlar bilan davlat tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlarni teng yetib borishiga bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz. Shulardan bittasi Bobomurodov Bahodir xonadoniga bu fuqaromizni ijtimoiylashuvi uchun sayr qilishga mo'ljallangan aravacha olib berildi. Bu bilan ko'chaga chiqib, bemalol o'zi tengqurlari va ko'chadagilar bilan suhbatlashishi mumkin bo'ldi. Bundan tashqari unga qarab turgan turmush o'rtog'i staj masalasi bor. Ya'ni ertaga pensiyaga chiqish masalasida nima qilaman degan o'ylar bor. Chunki bu turmush o'rtog'ining qarovi bilan band edi. Bu ham xonadonga kelgan holda qarovchi xizmatidan foydalanib turmush o'rtog'ini qarovchi qilib belgiladik. Bu har bir qaragan kuni uchun unga staj yoziladi va erta pensiyaga chiqishiga bemalol staj yetarli bo'ladi. Bundan tashqari xonadon iste'moli uchun
ajratilgan elektr energiyasi va gaz limitlaridan chiqib ketgan holda qimmatlashishini hisobga olib, bunga ham davlatimiz yaratib bergan imkoniyatdan foydalanib, ortiqcha to'lovlar uchun kompensatsiya to'lashlarini yo'lga qo'yib berdik. Undan tashqari mana farovonlik dasturi doirasida hozirgi kunda endi qarab turish xizmati, kuniga 8 soatlik qarab turish xizmatidan foydalanib, tadbirkorimiz tomonidan bunga qarab turilganda bunga tibbiy reabilitatsiya amalga oshiriladi. Bu yana yurishi uchun yana bir imkoniyat desak bo'ladi. Bundan tashqari oilasi ham qo'shimcha nimadir ish qilishiga imkoniyat yaratiladi. Bunga mana oila daromadiga kiradi desak bo'ladi. Mahallamizda qolgan fuqarolarga ham vaziyatiga qarab ijtimoiylashuv ta'minlash maqsadida har biriniga individual yondashgan holda ijtimoiy xizmat ko'rsatib kelyapti. Biz ikkinchi guruh nogironligi bo'lganlar, qo'lida ish kerak hunari borlarimizni ishga joylashtiramiz. Bu ishxonasiga borib ishlab kelmaydi, uyida o'tirgan joyda tadbirkor biriktirildi. Tadbirkor bilan hamkorlikda uyda turib ishlab daromad topish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda 7 nafar xuddi shunday fuqarolarimiz bor. Ya'ni kasanachilik bilan shug'ullanadi bular. Bundan tashqari nogironligi bo'lganlarimizni adaptiv sportga jalb qildik. Bu ham bitta u nogironlik bo'lganlar ijtimoiylashuvini ta'minlaydi. Bugungi kunda bizning maqsadimiz nogironligi bo'lgan fuqarolarimizni jamiyatda sog'lom odamlar tengma-teng yashashi va ularga berilgan imkoniyatdan foydalanishi bizning maqsadimiz. Malik mahallasida istiqomat qilayotgan Sidiqat Nurboyeva ham birinchi guruh nogironi. 78 yoshni qarshilagan qahramonimizning 2 sotix tomorqasida bugun 10 turga yaqin poliz mahsulotlarini uchratish mumkin. Bu mahsulotlarni onaxonning o'zi yetishtiradi. Bog'chaga 23-maktab, 26-maktab, mana bog'cha uchalasini arasiga o'zim qiziqqan fanim qiziqaman-da matematikaga. 19-yil 25-avgust kuni shu holatga tushdim. Har zamonda borib davolanaman. Xudoga shukr, yo balinsalarga ham yaxshi order berib, nima davolanish. Men roziman, arvocha desam arvocha berdilar. Shu tomorqa parvarishi bilan ham o'zingiz shug'ullanar ekansiz. Balgari, qalampir, pomidor, kartoshka. Kimgadir aytaman, suvni o'ngar beradilar. Hayotda bor kunini, qolgan kunini mehnat bilan qadrlash kerak. Yaxshi ishlasa, yaxshi yeydi, yaxshi ichadi. Navbatdagi qahramonimiz Elbek Sohibov. Baxtsiz hodisa sabab u o'ng oyog'idan ayrildi. Qariyb 1 yil davomida olib borilgan tibbiy muolajalar, keyin esa Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan ajratilgan protez tufayli bugun u o'zini sog'lom hayotga qaytgandek his qilib yashayapti. 1978-yilda Do'rmon mahallasida tug'ilganman. Hozirgi kunda 2-guruh nogironiman. Lekin nogiron ekanman deb men bir joyda to'xtab qolganim yo'q. Chunki hali hayotdan umidim juda ham katta. Farzandlarim bor, Allohga behisob shukr. Dunyoda bitta baxtli erkak bo'lsa, o'sha menman. Qiz farzandim bor, o'g'il farzandim bor. Men nolimayman. Men nogiron ekanman deb bir joyda to'xtashga o'zimda o'tirib bilmayman. Men Xudoga shukr deyman, mana Karmana tumanida ijtimoiy himoyanidagi Nasiba opa meni birinchi borganimda chiroyli kutib oldilar. O'sha kishi motivatsiyani juda ham chiroyli berib, meni to'g'ri yo'naltirdilar. Men shularning yordami bilan to'liq hayotga qaytganman. Men o'zim nogironman deb his qilmayman. Ha, insonni qo'li yoki oyog'i emas, uning ruhi, irodasi va yuragi kuchli qiladi. Atrofdagilarning ruhiy ko'magi esa hayotga, yashashga bo'lgan umidni yanada oshiradi. Jamiyatda o'zimni o'rnimni egallaganimdan juda ham xursandman. Chunki bunga oilam sabab,
birgalikda yengib o'tdik. Men yengib o'tganimdan juda ham xursandman. Mana hozir hayotda o'z o'rnimni egallab, mana zavodda yana ishga qaytganman. Xursandman. Xohlagan joyimga xohlaganimda borib kelib bilaman. Hayotni qadriga yetish deganda nimani tushunasiz o'zi? Hayotni qadriga yetish deganda aslida o'zi har bir kunimizni qadriga yetishimiz kerak. Bir kunida ko'rib shukr qil, birini ko'rib fikr qil degan gaplar bo'ladi-ku. Ayolim faqat aytardi: "Xo'jayin, hali biza ko'p nimalarda birga bo'lishimiz kerak" deb muzikalar qo'yib ham o'sha kravatda o'tirib bo'lsa ham o'ynatishga meni majbur qilganda xursand bo'lishimga turtki bo'lganlar. Buni ham lekin har bir mana shunday menday holatga tushgan insonlarni ayollari shu nimani inobatga olishini so'rayman. Karmana tumanidagi Kumushkon mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan ijtimoiy xodim hududda yashovchi har bir nogironligi bo'lgan shaxs holidan tez-tez xabar oladi. Shu mahallada istiqomat qilayotgan Nuriddin Sivarovning ham ijtimoiy ahvoli o'rganilganda, o'zi va avtohalokat tufayli nogironlik belgilangan qiziga amaliy ko'mak ko'rsatildi. 2022-yil 16-may kuni oyog'imni operatsiya bo'ldi. Oyoqni amputatsiya qilish to'g'ri keldi. Mana 3 yil bo'lyapti. Shu davolanib, mana yaqinda protez oldik. Protezni asosan o'rganyapmiz sekin-sekin. Endi moslashish qiyinroq, baribir hamma narsaga harakat qilish kerak. Shu sekin-sekin harakat qilyapmiz. Asosdan nasib bo'lsa yurib ketamiz yaxshi. Ijtimoiy himoyadan berdi-da, ko'mak berdi. Ko'makka mana protez hozircha Xudoga shukr yuryapmiz asosdan. O'rganib ketamiz nasib bo'lsa. Masalan, qizimni operatsiyasiga picha azob yedim. Hozirga Xudoga shukr qilib yaxshi, mana sog' salomatgina yuribdi. Endi sekin-sekin o'zgarish bo'lyapti, yomon emas. Homiylar tomonidan yordam berilyapti ish qilib. Saxovat peshalar ko'payapti. Sabr qilish kerak hamma narsaga ham. Sabrniki oltindek bekorga aytilmagan. Mana shu bolalarimni, nayiralarimni uylik joylik qilib, to'ylar qilib, yaxshi kunlariga sog' salomatgina yursam, shuni o'zi menga katta kuch-quvvat bo'ladi. Yurtboshimiz, hokimiyat xodimlari hammasi mana shu yordam qilib turibdi. Harakat qilish kerak hamma narsaga. Hamma narsaga harakatdan barakat degani shu bo'ladi. Avariya bo'lgandan keyin, endi operatsiyalardan keyin o'zimga kelib, endi o'zim taniygan bo'lib qoldim. Hokimiyat mahalla tomonidan qo'llab-quvvatlab turdilar. Hech qachon bee'tibor qolmadim. Ijtimoiy himoya agentligi har doim qo'limizdan xabar olib, yordam pullari berib, davolanishlarim uchun pullar tashlab qilib berganlar. Hammani ham Alloh taolo birinchi bo'lib sog'ligini bergan payt sog'lik qadriga yetib bilish kerak. Sog'likda qadriga yetib o'zini asramasa boshqa narsani iloji yo'q. Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetib yurishimiz kerak. Farzandlarimni o'qitib, ularni o'qishlarga qo'yish niyatlarim bor. Hozir oldingiga nisbatan qarardim, ezilib, nima bo'ladi, mana Saxovat pesha ko'magi yordamida oyoqlariga protez qo'yib berildi. Endi Xudo xohlasa 2 oyoqlari ham mana hozir ishlab qilib o'tiribdilar. Endi ishlayman deyaptilar, shofyorlik qilaman deb harakat qilyapmiz. Hech qachon kasal odam orqaga cho'kib qolmasligi kerak. Harakat qilsa, ishlasa barakasi bo'ladi. Maqsadlarim shu qizim bilan o'g'limni oyoqqa qo'yib, shularni yaxshi farzandlar qilib, katta qilib, shularni amalga oshirsam, boshqa hech qanaqa orzu qilayotganim yo'q. Farzandlar uchun hech narsa o'ziga kerak emas. Farzandlar uchun kerak hamma narsa. Kumushkon mahalla fuqarolar yig'inida 2024-yil sentyabr oyidan boshlab ijtimoiy xodim vazifasida ishlab kelayotgandim.
Shu ish faoliyatim davomida Sevarov Nuriddin aka oilasidan murojaat kelib tushgandi. Bu murojaatni o'rganish asosida oila ancha bir ijtimoiy himoyaga muhtojligi aniqlandi. Chunki oilada 2 kishi nogironlik holatiga tushib qolgan, qizlari Ma'mur opa boshlaridan operatsiya bo'lgan, avtohalokat natijasida Nuriddin akani o'zini oyoqlari suyak yemirish kasalligiga chalinganligi uchun bir oyoqlarini jarrohlik amaliyoti bilan kesib tashlashgan ekan. Bu oilaga Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan o'sha protez, ortopediya moslamasi, ya'ni oyoq berildi. Qizlarini davolanishi uchun Saxovat ko'mak jamg'armasidan yordamlar ajratildi. Qizi va o'zini reabilitatsiya markazlariga yo'llanmalar berib davolanish, bugungi kunda sog'ligi holatlarini tiklash borasida ancha ishlar olib borildi. Bugungi kunda Kumushko'l mahalla fuqarolar yig'inida 118 nafar nogironligi bor shaxslar yashab kelmoqda. Shularda bir anchagina qismi reabilitatsiyaga yo'llanma order asosida davolanib chiqishga yotqizildi. Anchagina qismiga korset, hassa, aravacha, elektron aravacha reabilitatsiya texnik vositalari Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan yetkazib berildi. Bundan tashqari kam ta'minlangan oilalar reyestrida turuvchi 113 nafar xonadonlarimiz bor. Ularga ham hamkor tashkilotlar orqali bir qancha yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Birinchi navbatda o'rganish jarayonida oilaning ichki resursini baholaymiz. Bu bizning faoliyatimizda eng kerakli vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki oilaning o'zida harakat bo'lsa, o'shanga qarab hamkor tashkilotlar bilan referat tarzda xizmatlar rejasini tuzib olib, shu oilani og'ir ahvoldan chiqarish choralari ko'riladi. Bugun davlatimiz tomonidan nogironligi bo'lgan fuqarolarga qator imtiyozlar, moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatilyapti. Ularning jamiyatda to'laqonli ishtirok etishi, hayotga bo'lgan ishonchi mustahkamlanishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar bu sohadagi e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy ifodasi desak mubolag'a emas.